Hammaga salom, men ismim Soliha va meni kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda meni dars stolimi uborka qilamiz. To'liq qilib aytganda, hamma flomaster, kitob, daftarlarim, tortmalarimni tozalaymiz. Birinchi bo'lib YouTubedan o'zimga yoqadigan videoni tanlab qo'yib oldim. Ha, aytgancha meni Telegram kanalimga ham podpiska bo'lib qo'ysanglar, u yerda ko'proq gaplashamiz va har kungi kunlik postlar tashab turaman. Bu yerda sizlarga eski bloknotimni topib oldim. O'shaning ichidagi rasm bezatgan narsalarimni ko'rsatib taxminim bo'yicha 2 yil oldin chizganman bu rasmlarni. 2023-yilda bitta rasmni sanasini yozib qo'ygan ekanman. Bu rasmimni yangi yilda chizgan edim o'tgan yil. O'zimga rosa yoqadi. Bloknotim orasidan o'zimga yoqmaydigan nechta rasmlarni yirtib tashlagan edim. Endi bo'lsam navbat meni maktab sumkamga ichidan hamma daftar ruchkalarimni, kitoblarimni chiqazib olaman. Bizga уже seshanbadan menimcha kanikul, o'zi dushanbadan kanikul bo'lishi kerak edi ertadan. Lekin maktabga chiqinglar deb qolishdi. Bu videoni hozir kechqurun azochka berib o'tiribman, chunki men ko'pincha videoni qachon olishimdan qat'iy nazar kechqurun azochka berishga harakat qilaman, chunki kechqurungacha ham ishlarimni bitkazib qo'yganimdan keyin bemalol o'tirib azochka beraman. Men rasayam skochga, dekorativniy skoch, stikerlar, bloknotlarga, kitoblarga juda ham qiziqaman. Sizlar nimaga qiziqasizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Aynan mana shu prozrachniy organayzerimni ko'pchilik so'rashdi, qayerdan olgansiz deb. Bu organayzerimni menga oyijonim sovg'a qilgan edilar. O'zi ko'p organayzerlarimni oyim menga podarka qilganlar. Bu gulli stikerim ham paket yo'qolib qolgani uchun, salofan yo'qolgani uchun organayzerim ichiga yasab qo'ygan edim. Videoni davomiga nima deb azochka berishga ham hayronman, chunki уже menda tema tugadi, nima deb gapirishga ham hayronman. Hali videoni yarmiga kelmasdan turib уже menda gapirishga temalar tugadi. Xuddi mana shu pushta organayzerimni ham menga oyim podarka qilgandilar. O'zimga rosa ham yoqadi. O'zi videoni tezlashtirib o'rmoqchi edim, lekin ko'pchilik katta video oling, minuti ko'p bo'lsin deb so'rashgani uchun tezlashtirmadim. Hozir yetibdi, markerim tushib ketadi. Men odatda bir hafta yoki 10 kun oralig'ida dars stolimni generalniy uborka qilaman. Bu yerda ham zametka stikerlarim sizlarga maqtanib o'tib ketganman. Yoshimni yoki nechinchi sinfda o'qishimni ko'p marotaba sizlarga aytganman, lekin hali ham ko'pchilik so'raydi yoki Telegram kanalimda ham so'rab yozishadi. Necha yoshsiz, nechinchi yilsiz deb. Men 14 yoshdaman, 8-sinfda o'qiyman. Eshitdinglarmi? Sizlarga gapirib bergunimcha bitta organayzerimni ham bo'shatib bo'lman. Endi oxirgi organayzerim, bu organayzerim ichida kitob, daftar, bloknot va katta stikerlarim turadi. Bu organayzerimni ham oyim sovg'a qilganlar. Ko'pchilik scrapbooking qilib bering deb yozishyapti. Ko'pchilik ismlarini yozishgan. Xudo xolasa yaqinda qilib beraman, kutinglar. Kommentariyalarni o'qib juda ham xursand bo'laman. E'tiboringlarni hurmat qilaman. Va nihoyat tortmani tozalaymiz. Buning ichida zaryadchik, koshelok, qog'oz, pult, marker, sham, ishqilib hamma narsa topiladi. Даже buning ichida naushnik ham bor. O'zi bu tortmaning ichida faqat daftar shunaqa narsalar turishi kerak edi. Bu tortmaning ichini ham har doim tez-tez tozalab turishga harakat qilaman, chunki ichi tez yoyiladi. Bu yerda men maktabga deb sketchbook olgan edim, lekin maktabga albom ishlatmaymiz
deyishdi 8-sinflarga. Endi bo'lsam tortimam ichini влажный salfetka bilan top-toza qilib artib olamiz. Yana ko'pchilik yozishadi kommentariyamga, nimaga yuzingizni ko'rsatmaysiz, yuzingizni ko'rsatib video olmaysiz deb. Men o'zim yuzimni ko'rsatib video olishni xohlamayman. Balkim vaqt soati kelib kattaroq bo'lganimda yuzimni ko'rsatarman. Bu yerda ancha vaqt o'ylab turib, hamma bloknotlarimni, kerakli bloknotlarimni tortmamga soladigan bo'ldim. Agar sizlar ham kanalimda aktiv bo'lib, hamma videolarimga like bosib, chiroyli kommentariya yozsanglar, men sizlarga yaqinda bloknot obzor video chiqarishga harakat qilaman. Bu yoqda ham o'ylab kitobimni solmaymi dedim-da, keyin bu yoqga kitobimni solmay qo'ya qoldim. Boshqa joyga alohida kitoblarimni taxlab qo'yish uchun. Stolim ustida narsalarim ko'p bo'lib, to'lib ketgani uchun nima solmoqchi bo'lganim ham esimdan chiqib qolib, qidirayotgan narsalarimni topolmay qoldim. Mashshag'amni hidi rosa ham shirin ekan. O'zim ham yeyotganimda hidini hidlab ko'rib, rosa yaxshi ko'rib olgandim. Baribir shu yo'gina oshnukumni solib qo'ymasam bo'lmasdi. Bloknotlarimni tortmamga solganim uchun bu masha organizerim ichiga fan daftarlarimni solib qo'ydim. Menga yangi daftarlar tez kerak bo'lib turadi. O'shaning uchun organizerim ichiga ikkita yangi daftar ham qo'shib solib qo'ydim. Mana shunaqa predmetning daftarlar juda ham udobni ekan. Men o'zim 2 yildan beri ishlatyapman. Juda ham qulay, ustiga yozib o'tirmaysizlar. Shu yerda ham burnimni tagida turgan vlajniyni ko'rmay qidirib yotuvdim. Endigi navbat organizerlarim ichini to'ldirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, mana shu sariq organizerimni katta tarafiga stikerlarimni solishni boshladim. Shunaqa formatdagi olingan videolarim sizlarga yoqadimi o'zi? Kommentariyada fikringizni kutaman. Keyingi videoyim nima haqida bo'lishini ham yozib ketinglar. Yana ko'pchilik qizlar vlog oling deb yozishyapti. Yaqinda vlog qo'yishga ham harakat qilaman. Bu yoqda katta skochimni qanaqa qilib sig'dirish haqida o'ylayapman. Undan ko'ra birinchi kliklarim savoli qolay dedim. Oxiri nimadirlar qilib, markerlarim orasiga skochimni sovura qoldim. Endi hamma sevgan mash prozrachniy organizerim ichini to'ldiramiz. Birinchi qatoriga har doimgidek skotchlarimni solib chiqdim. Ikkinchi qatoriga bo'lsam, kichkina stiker, melichli narsalarni solib qo'ydim.
Uchta organizerim ichiga ruchka, shunga o'xshagan lineyka, qaychi narsalarimni solib qo'ydim. Orada kitob daftarlarimni ham taxlab qo'ygandim, uni sizlarga videoga olib o'tirmadim. Va nihoyat dars stolim ustini tozalab bo'ldim. Bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Menga videomga like bosish va menga podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.